Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni Vaxshivor, katta Vaxshivorga qo'ydik. Mana atrofni ko'ring. Mana high-tech fasondagi darvozamiz 2 qavatlik 5 umka. Dislar 1.8, profillar 6x4 2.1, taylar shverler. Uchtada mashina pachimlik, liksharner qo'yilgan. Mana aka. Darvozani bir ochib yopingchi shogird. Nasib bo'lsa, bugun 20 ta obunachi qo'shilgan. Hali profillarni ko'rsatamiz kechqurun video qilib. Hozir vaqt bo'lmadi, shu darvoza qo'yish keldik, ko'rsata olmadik. 20 ta obunachi yana profil qo'shildi. Hali kechqurun ko'rsatamiz. Hozir bu darvoza qo'ygandan keyin borib videoga profillarni ko'rsatamiz. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, tamam, menga telefon qilaversinmi? Yop eshigini. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Katta Vaxshivorga olib keldik.